Agar pulga qo'yishni xohlamasangiz, mototsikl sotib olmang. Arzon narsa emas. Agar original mototsikl oladigan bo'lsangiz, juda ko'p nyuanslar bor. Beushniy mototsikl olishingiz mumkin. Qo'ldan Beushniy mototsikl salondan va yangi 0 probekda mototsikl olishingiz mumkin. Har bittasiga birma-bir to'xtalib chiqamiz. Agar rasmlarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun Olksda ko'rdik. Mototsikl yoqdi, egasiga telefon qilamizda, motorning serial raqami va mana bu yilkaning yonida turadigan VIN raqami bo'ladi. VIN raqam hamma mototsiklda bo'lishi kerak. Mana VIN raqamini proverka VIN deb yozasiz, bir qancha saytlar chiqadi. Saytlarda agar mototsikl DTP bo'lib shtrafstankiga tushgan bo'lsa, saytda o'sha narsa ko'rsatiladi. Beushniy mototsikl olganimizda nimalarga ahamiyat berishligimiz kerak? Mototsiklni borganimizcha zavod qilmasin, mototsikl sovuq sostaniyada bo'lsa, chunki sovuq sostaniyada yaxshiroq bo'linadi. Iloji bo'lsa mo'yga qilmasin, ya'ni yuvmasin. Mototsikl o'sha sostaniyada qolsin. Keyin biror joydan moy oqqan bo'lsa, vilkalardan moy oqqan bo'lsa, kir bo'lganida o'sha changlar yopishib qoladida yaxshiroq bilinadi. Sovuq sostaniyada agar biron bir aybi bo'lsa chiqadi, ya'ni zavod bo'lishi qiyin bo'ladi, yonishi. Mana shu ham ayblari sovuq sostaniyasida chiqadi. Birinchi o'rinda vizualni aylanib tomosha qilib chiqamiz. Mana bu mototsiklni sizlarga primer qilib ko'rsataman. Vizualni tekshiramiz. Buni misol uchun mana bu yerda qirilgan joyi bor ekan. Bu degani mototsikl bunaqasiga ag'nagan va mana bu yeri qirilgan. Bunda slayder yo'q, shuning uchun скорее всего mana bu yeri ozgina qirilgan mana. Strashniy bo'lmagan, chunki ko'rib tursiz plastiklar qolgan, hamma joyi sel turibdi. Vilkalarda hech qayerda qishaygan joylari bo'lmasligi kerak, chunki vilka juda ham muhim narsa. Misol uchun, misol tariqasida ko'rsataman, mana bu vilkaning ahvoliga, sostaniyasiga qarang, bu vilka sostaniyasiga qarang, mana bu yerda ключ izlari bor. Demak, mana bu vilka обслуживание qilingan. Bu vilkani o'zimiz обслуживание qilganmiz, chunki mana bu yerda salnik ketib qolgan, bu yerga moy chiqishni boshlagan va moyni alishtirganmiz. Disklarni hech qayerda qirilgan, sirilgan joylar bo'lmasligi kerak, chunki agar disk ham qishaygan bo'lsa, bir marta qishaygan disk yana qishayverishi mumkin. Va tormozlarga ahamiyat beramiz. Mototsiklni zavod qilishdan oldin, demak, vizualni ko'radigan narsalarimiz mana shu. Troslarni u joyda ochilib qolgan joyi, qishayib qolgan, izognuti bo'lib qolgan joylar yo'qmi, hammasiga ahamiyat berishligimiz kerak bo'ladi. Sizlarni ham olib tekshirib ko'ring. Mana bu celistini mana bu yerda sportbaklarda alohida bo'ladi. Sizlarni tekshirasiz, tagida akkumulyatori o'ziniki родной turibdimi, alishganmi, hamma misol uchun ramasi zanglagan bo'lsa, tagida qolgan bo'ladi, hammasi ko'rinadi. O'tirib rulni обязательно u yoqdan bu yoqqa burib ko'ramiz. Old tormozni bosib, vilkani ishlashini tekshirib ko'ramiz. Orqa tormozni bosib, o'zimiz o'tirib ko'ramiz. Orqa amortizatorni ham ishlashini tekshirib ko'rishimiz kerak. Endi mototsiklning hamma chiroqlarini dnevное освещение hamma narsa ishlashi kerak. Даже avarinkalarni ham tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Oldi, orqa hamma vizualni narsalar ishlayotgandan keyingina mototsiklni zavod qilib ko'ramiz. Mana ovozida stuk, har xil motorni ovoziga xos bo'lmagan ovozda chiqishi kerak emas. Bu yerda katalizator turibdi, stokoviy absolyutniy mototsikl. Mana katalizator turibdi, shuning uchun ovozi buniki past. Mototsiklni zavod qilgan sovuq bo'lsa, srazi gazni bermaymiz, kutamiz. Ozgina 1 minutcha mototsikl yonib turganidan keyin mana bu yerda palochka хотя бы ikkita bo'lishi kerak, keyin gazni berib ko'ramiz. Hamma narsa ishlaydimi yo'qmi? Hech qanaqangi chek, nimadirlar chiqmasligi kerak. Benzin ko'p holatlarda o'sha benzin yaxshi ko'rsatmaydi. Benzinni ham ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Men uchun o'zi bu videoni olishga qaror qildim. Oxirgi paytda mototsikl olayotganda juda ham ko'p do'stlarimiz pulga qo'yib qolishdi. Mototsikl tushunmaydigan odamlarga, hatto hozir nomini aytmayman, ba'zi bir salonlar bitta vaziyatni gapirib beraman. Bitta salondan do'stimiz KOV 450 RR oldi va unga mototsikl yangi stokoviy masla holatda 600 km bosib o'tgan deb sotishgan.
Mototsiklni olib keldik, ko'rdik, motor ochilgan edi. Sразу do'stimizga gapirmadik, motor ochilgan ekan deb. Keyin o'ziga gapirsak, mana shu motor ochilgan ekan desa, salondagilar u do'stimizga nima debdi? Biz motorni tekshirish uchun ochib ko'rdik debdi. Hech qachon bilib qo'yinglar, motorni tekshirib ko'rish uchun mototsiklning motorini полный разборка qilishmaydi. Hech qachon. Golovkani ochish mumkin, tepasidan ochish mumkin, davleniyani tekshirish mumkin, har bitta silindrda и всё. Boshqa narsa qilishmaydi. Keyinchalik mototsikl sidenlarini, orqa sidenlarini ko'targanimizdan keyin ramalarida rjavchina borligini ko'rdik. Akkumulyator alishgan, katta akkumulyator qo'yilgan, sideni oxirigacha o'tirmagan. Pastiga plastik sindirib chiqarib yuborgan. Juda ham ko'p muammolar kelib chiqdi. Yarim soat haydaganimizda spleniya disk yopishib qoldi. Buni mototsiklda hatto antifriz ham bo'lmagan ekan, quyilmagan antifriz umuman. Yana bir do'stimiz mototsikl olgan. Ducati Monster 800 talik olgan. Ducati Monster 800 talik nima uchun texpasport tekshirib oladi deyman. Ducati Monster 800 talik texpasportida Muraviy deb yozilgan bo'lgan. Muraviy qilib o'tkazilgan u qanaqadir manipulyatsiyalar bilan haqiqiy pasport o'zini texpasporti emas. O'zimni boshimdan o'tgan Noma 325 olganman. Mototsikl zo'r edi, hech qanaqa nyuansi yo'q edi, lekin texpasportga nomerida motorni seriya raqami kiritilmagan, o'rniga modelni xarakteristika, ya'ni расшифровка qilingan xarakteristika kiritilgan. U yerga nima deb yozilgan? FMG 164. Qaranglar, kimda FMG 164, PM 264 va shunga o'xshagan yozuvlar bo'lsa, bu nima degani? Birinchisi sovutish sistemasi F yoki P. F воздушный, P водяной. Yana maslni bor, unisini raqamini bilmayman. M degani mototsikletniy degani, ya'ni mototsikl uchun motor. Undan keyingisini ham bilmayman, harf nima deganligini. 164 yoki 264 nima degani? Birinchi raqam silindrlar soni, ya'ni 164 degani bitta silindr, 64 bu portion diametri yoki gilza diametri hisoblanadi, ikkalasi bir xil diametr. Lekin mototsiklimda ikkita silindr, ya'ni u kamida PMG yoki PM 264 bo'lish kerak edi kamida, chunki vajanka ikkita silindr. Ya'ni texpasportda mana shunaqa manipulyatsiyalar bilan tamojnadan rastamoshka qilib o'tilgan arzonroq bo'lishi uchun keyinchalik o'sha texpasportdagi noto'g'ri yozilgani o'zimga minus, ya'ni o'zimga qarshi ishladi. Shuning uchun mototsikl buvishni oladigan bo'lsangiz, juda ham ahamiyatli e'tibor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Hech qayerda simlar ochilib qolmagan, hamma narsasiga e'tibor beringlar, chunki pulni hech kim o'ynab topmaydi va afsuski vijdonsiz sotuvchilar ana o'sha mototsiklni biz magazinga qaytarib olib borib berdik. Boshidan yig'ilgan, u musurkadan yig'ilgan mototsikl ekan, KOF 450 RR. Lekin ular o'sha mototsiklni boshqa odamga yangi mototsikl deb sotishdi. Salondan yangi mototsikl olganingizda faqatgina bitta narsa bo'lishi mumkin. Agar 0 probeg, bu zavodskoy brak bo'lishi mumkin. Agar zavodskoy brak bo'lsa, ular garantiya bilan sizlarga qaytarib beradi. Lekin qachon garantiya kuyadi? Qachonki mana bilib qo'yinglar, motorga tegilsa, motorning garantiyasi kuyadi. Agar mana bu yerga slayder qo'yadigan bo'lsanglar, duga. Bu ko'rib turibsizlar, motorga qotiriladi. Motorga o'ziga emas, motorni ushlab turgan ramaga qotiriladi va bu motorning garantiyasini kuydirib olishi mumkin. Noto'g'ri moy qo'yib, uni pasportiga yozmasanglar, motorning garantiyasini kuydirib oladi. Ya'ni garantiyasiz qolib ketasizlar. 0 probeg bilan oldinglar, оборотni 6000-7000 dan oshirmaysizlar, obkadka qilasizlar. Mototsikl 1000 km yurgandan keyin обязательно borib turib moyni almashtirasizlar. Полный обслуживание qilib, bitta diagnostika qilib olasizlar. Yana bitta narsani gapirish kerak. Agar bu ishni mototsikl olsanglar, pulni jalka qilmanglar. 400 ming so'm, 500 ming so'm bo'lar. Diagnostikachini chaqirasizlar, keladi. E-buga kompyuterga tiqib, diagnostika qilib, nima xatolari bor, nima ошибкалari bor, полный tekshirib beradi. Lekin o'sha sizlarni katta zarardan qutqarib qolishligi mumkin.